Tezkor xabarlarga o'tamiz. Bugundan boshlab mamlakatda internet o'chishi to'g'risida ma'lumotlar berilmoqda. İnternet ishlamayaptimi? Ishlamayaptimi? Assalomu alaykum oyijon. Ya, o'g'lim o'zingmisan? Voy, muncha katta bola bo'lib ketding, o'g'lim. Yaxshimisiz? Aka, sizni qayerda ko'rganman? Ko'zimga suv ko'ryapsiz. Qanaqa aka? Adangmi? Adadan ketmay og'zimangizni qochirib qo'yaman. Rostdan ham adam ekan. Shapaloqlaridan sezdim. Sen takmışsan jim tur man gapiraman. Aka manga bir 5 ming so'm bering. Bobur Mansurovmi? Ha? Bu blogerlar internet o'chib qolgandan keyin nima ish qilishni bilishmayapti. Bo'lmasa ish ayting, mana 3 tani bo'lsa, men sizga qaytib tualet qilib beraman. Shom bor. Mana bu boradi. U ham mayli, bitta meni qara, hech kim olib ketmayapti bechorani. Qochib turinglar. Bobur aka, mana shu bilan borsam bo'ladi. Prosta hech kim qo'shmayapti, kichkinasan. Internet skip bo'ting, brat. Do'kondan nima kerak edi? Aka bitta flavisi muzligidan bering. Bo'pmi. Ol. Aka nima bu? Padarginalmi? Originalni bering. Yo, internet ishlamayotganiga xabaring yo'q shekilli. Flavisdan yangi tam chiqdi. Moviy malina degan. Ichib ko'rgin. Bu meva faqat Amerikada o'sadi. Buni ta'mi o'zgacha. Bunaqa tam faqat Flavisda bo'lib turibdi. Yurtimizning barcha do'konlaridan xarid qilib olsang bo'ladi. So'ragani? Yozishim kerak. Yozaman a? Negativ yozishim kerak. Kommentariya negativ yozishim kerak. Internetni yoqinglar. Qo'llaringlar mana. Internetni yoqinglar. Do'dan odamning baqiryapti, tinchlikmi? U negativchi hater. Internet o'chgandan keyin shunaqa bo'lib qoldi. Bilasizmi Dostoyevskiy nima degan? Odamzod telefonsiz ham yashay oladi. Bir kuni 30 ming so'mga kitob sotdim. Bundan ko'ra baklashga tersam ko'p pul topardim. Kitob mayli-ku, ota-onamizga vaqt ajrata olmay qoldik, do'stlar. Iltimos, ota-onani vaqtida qadriga yeting, duosini oling. Kitob o'qing, kitob do'stlar. Oyada shu telefon internetda deb sochinglarga oq tushganini ham sezmabman. Bitta uyda turamiz-ku, lekin bir-birimiz bilan shu Telegram orqali gaplashamiz. Meni kechiringlar. O'g'lim, bir narsa so'rasam maylimi? Ada, xohlagan narsa so'rang, jonimni so'rang beraman. Nima so'ramoqchisiz? Anu laykap nima bo'ldi? Alisher uzoqdan chiqib yurgan ekan, internet yo'qligi bilolmayapmiz. Xushxabarni o'qib eshittiramiz. Biroz avval dunyo bo'ylab internet bilan bog'liq barcha muammolar bartaraf etildi. Ayni daqiqalarda u bir maronda ishlamoqda. Bu albatta qanaqasiz? Oyyani bitta gap aytmoqchi edim. O'g'lim, Telegramdan jigarlar gruppasiga yozib yuborgan, o'shadan gaplashamiz. Bo'ling. Dropping like the narco, got dope like